105 million boshlang'ich to'lov evaziga ko'pchilikni qiziqtirgan Arizo 8 gibrid avtomobilini xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, ushbu avtomobilni sizga obzor qilib, oylik to'lovlar haqida to'liqroq ma'lumotni yetkazib boraman. Ushbu avtomobilimiz 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan, ikkita elektr motorli hisoblanadi. Ot kuchi esa 360 ta bo'lib ham parallelniy gibrid hisoblanadi. Ya'ni bu degani siz kvartirada yashasangiz ham avtomobilni tokka tiqib zaryad qilishingiz shart emas. Yurganda o'zini-o'zi bemalol zaryadlab ketadi. Avtomobilda panorama tom, 18 razmerli diska va 360 gradusli kamera, 5 ключевой достуp. Siz nima xohlasangiz ushbu avtomobilda barcha komfort mujassam. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Premium darajada juda ham sifat bilan ishlangan. Podsvetkalari ham 64 xil yonadi. O'rindiqlari isitadi ham sovutadi. Kattagina panorama tom. Ko'rishingiz mumkin, splashnoy ketgan monitor. Endi salonini aytmasa ham bo'ladi. Premium darajada juda ham chiroyli qilib ishlangan. Orqasiga alohida e'tibor berasiz. Kengligiga 3 kishi bemalol sig'ib ketadi. Biznes klassdagi avtomobil hisoblanadi. Ushbu avtomobil agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz lokatsiya tashlab berishadi. Orqa dizaynni bitta ko'rib baho berasiz, faralari yonishini va bagaj kengligiga ham alohida e'tibor berasiz. Shu juda ham keng, ya'ni 600 litr plus-minus atrofida bagaj sig'imi. Avtomobil gibrid tizimda shahar ichida qiladigan rasxoti 3.7 litr bo'ladi. Elektrda 120 km yo'l bosib o'tadi. Agar siz gibrid tizimda polni bak benzin hamda elektr bilan 1467 km yo'l bosib o'tadi. Avtomobilga qiziqqan bo'lsangiz, shu pastdagi nomerlarga telefon qiling, lokatsiya tashlab berishadi. Avtosalon kelsangiz, avtomobil test drive ko'rish imkoniyatiga ham egasizlar. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzona yo'lda. O'zi bilasizlar, eng qulay bo'lgan shartda faqatgina ADMaster Namangan cheri siz uchun chiqazib boradi. Hammani avtosalonda kutib qolamiz. Avtosalon keling, men o'zim chetda bo'laman, sizga zo'r shartda chiqazib beraman.